Bismillahirrahmanirrahim. Güzel xatime. Nihayet şefqatlik ve mehriban Allah'ның namı bilan başlayman. Güzel xatime deganimiz bende ölüp ketishdan burun Allah Taolani g'azablantiradigan ishlarda yiroq bo'lishqa, gunoh ma'siyatlarga tavba qilishqa va toat ibodatlarga, yaxshi amallarga yuzlanishga muvaffaq qilinishi, ondan ushbu güzel hol bilan vafot bo'lib ketishidir. Bu ta'birning dalili Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qilgan tövendiki hadisdir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam agar Alloh taolo bandasiga yaxshilikni iroda qilsa, uni ishlatadi degan edi. Sahobalar Alloh taolo uni qandoq ishlatadi deyishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh taolo uni ajli kelishdan ilgari yaxshi amalga muvaffaq qiladi dedi. Yana bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam agar Alloh bir bandani yaxshi ko'rsa, uni asal qiladi degan edi. Sahobalar ey Rasululloh, bandini asal qilish degan nima dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Alloh taolo uni ajli kelishdan ilgari bir yaxshi amalga muvaffaq qiladi. Ondan uni shu yaxshi amalning ustida qabzroq qiladi dedi. Güzel xotimining ko'p alomatlari bor bo'lib, ularning bir qismi sakratdagi bandaning o'ziga ma'lum bo'ladi. Yana bir qismi atrofidagi boshqa odamlarga ma'lum bo'ladi. Bandaning o'ziga ma'lum bo'lgan alomat deganda, u banda o'lib ketadigan chaqda Alloh taolaning uningdan rozi bo'lganligi va Alloh taolaning marhamat qilganligi uchun hurmatlishiga loyiq bo'lganligidan iborat bishorat berilgan ahvollardir. Bu haqda Alloh taolo mundaq degan: "Shubhasizki, Parvardigorimiz Allohdir" deganlar, ondan to'g'ri yo'lda bo'lganlarga farishtalar tushib, "Qo'rqmanglar, g'am qilmanglar. Sizlarga va'da qilingan jannat uchun xushal bo'linglar. Biz dunyoda, oxiratda sizlarning do'stinglarimiz. Jannat sizlar uchun ko'nglinglar tortgan narsalarning hammasi va tilgan narsalarning hammasi bordir. Ular nihoyat mag'firat qiluvchi, nihoyat mehribon Alloh tarafidan berilgan ziyofatdir" deydi. Bu bo'lsa, mu'minlarga sakratga tushganda berilgan bishoratdir. Bu nuqtaning dalili yana Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilgan tövendiki hadisdir. Müminlerning onasi Oysha radhiyallohu anha rivoyat qilib mundaq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kimki Allohga muloqot bo'lishni yoqtiradi ekan, Alloh uningga muloqot bo'lishni yoqtiradi. Kimki Allohga muloqot bo'lishni yomon ko'radi ekan, Alloh uningga muloqot bo'lishni yomon ko'radi dedi. Shuning bilan men: "Ey Allohning payg'ambari, o'limni yomon ko'rishmi? Biz hammamiz o'limni yoqtirmaymiz" degan edim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Mening deganim u emas. Mümin odamga o'lim kelganda, uningga ulug' Alloh tarafidan bo'lgan rozilik va izzat hurmat bilan bishorat beriladi. Bu chaqda uningga o'limdan suyunuk narsa bo'lmaydi. Shuning bilan u Allohga muloqot bo'lishni yoqtiradi. Kofirga o'lim kelganda, uningga Allohning azobi va uqubati bilan bishorat beriladi. Bu chaqda uningga o'limdan yomon narsa bo'lmaydi. U Allohga muloqot bo'lishni yoqtirmaydi. Allohmi uning muloqot bo'lishni yoqtirmaydi" dedi. İmam Navaviy rahimahulloh mundaq degan: Hadisning ma'nosi shar'iy nuqtadan e'tiborga olinadigan o'limni yaxshi ko'rish va yomon ko'rish bo'lsa, tavba qabul qilinmagan holat bo'lgan jon uzayotgan chaqda yuz beradigan ahvoldir. Bu holatda sakratdagi kishiga hammish oydinlashadi va o'zining boradigan joyi oshkora bo'ladi. Bandining hayotining go'zal oxirlashganligining alomatlariga kelsak, bu alomatlar nihoyat ko'p bo'lib, olimlar bu vaqtga kelgan shar'iy dalillardan izlanish orqali tövendikidek yakunlagan. Bu alomatlarning qatoridan birinchi, jon uzayotgan chaqda shahodat kalimasini aytish. Bu haqda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kimningki oxirgi so'zi la ilaha illalloh, ya'ni bir Allohdan boshqa iloh yo'q bo'lsa, jannatga kiradi. Ikkinchi, peshonasi tarlab jon uzish, ya'ni jon uzgan chaqda peshonasi tar bo'lishidir. Buning dalili Burayda ibn Usayb radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadis bo'lib, u men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mu'minning o'limi peshonasining tarlishi bilan bo'ladi deganligini anglagan edim degan. 3. Juma kechasi yoki kunduzi vafot bo'lish. Bu haqda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Har qanday musulmon juma kuni yoki juma kechasi o'lib ketsa, Alloh uni qabrining fitnasidan saqlab qoladi. 4. Alloh yo'lida g'azab qilgan holat o'lib ketish. Bu haqda Alloh taolo mundaq degan: Allohning yo'lida shahid bo'lganlarni o'lik deb gumon qilmag'in, balki ular tirik bo'lib, Allohning dargohidagi rizqdan bahramand qilinadi. Ya'ni jannatning ne'matlaridan atdigan oqshomda mangulik rizqlantirib turiladi. Ular Allohning o'zlariga bergan fazlidan xursanddir. O'zlarining orqasidan texi yetib kelmagan
ya'ni shehid bo'lmay tirik qolgan qarindoshlarga oxiratda na qo'rqinch, dunyodan ayrilganға na qayg'u yo'q ekanligi bilan xush xabar berishni tilaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: kimki Alloh yo'lida o'ldirilgan bo'lsa, shehiddir. Kimki Alloh yo'lida o'lib ketgan bo'lsa, shehiddir. 5. Vabo kesili bilan o'lib ketish. Bu haqda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vabo kesili har bir musulmon uchun shehidlikdir degan. Müminlarning onasi va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ayoli Oisha radhiyallohu anha rivoyat qilib, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan vabo kesili to'g'riliq so'ragan edim. Rasululloh menga haqiqatan u bir azob bo'lib, Alloh taolo uni xohlagan kishiga avatidi. Sheksizki, Alloh uni mu'minlar uchun rahmat qildi. Qandaq bir kishi vabo kesiliga mubtalo bo'lib, o'z yurtida savr qilgan, savob umid qilgan va o'ziga Alloh taqdir qilgandan boshqa narsa yetmaydi deb bilgan holda turadi ekan, uningga shahid bo'lg'uchining ajriga o'xshash ajr beriladi deb xabar berdi degan. 6. Qo'rsoq og'riqida o'lib ketish. Bu haqda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: kimki qo'rsoq og'riqida o'lib ketsa, u shahiddir. 7. Tam besivilish yoki suvga g'arq bo'lib ketish sababli o'lib ketish. Bu haqda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shahidlar 5 turlikdir. Vabo kesibidan o'lgan kishi, qo'rsoq og'riqida o'lib ketgan kishi, suvda tunjuqib o'lgan kishi, tam besilib o'lib ketgan kishi va Alloh yo'lida shahid bo'lg'uchi degan. 8. Ayol kishining bolasi sababi bilan nifaslar altida yoki homillar holat o'lib ketishi. Buning dalili Abu Davud rivoyat qilgan hadis bo'lib, u hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ayol kishi qo'rsoqida bolasi bor holat o'lib ketsa shahiddir degan. Imom Ahmadning rivoyatida Ubadi ibn Samit radhiyallohu anhu rivoyat qilib bundoq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam men shahidlar haqida xabar beraman dedi va shu qatorda ayol kishi bolasi qo'rsoqdagi homil sabab o'lib ketsa shahiddir, bolasi amri bilan jannatga so'raydi deganni tilga oldi. 9. O'tni kuyib, ich surib yoki sil, tuberkulyoz kasali bilan o'lib ketish. Bu haqda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Alloh yo'lida o'ldirilish shahidlikdir. Vabo o'limi shahidlikdir. Suvda tunjuqish shahidlikdir. Qo'rsoq og'riqi shahidlikdir. Nifaslar ayolni bolasi amri bilan jannatga so'raydi degan. Bu hadisda Baytul Muqaddasning ishik baqari Abul Avvam yuqorqi shahidlarga ziyoda qilib, kuyib o'lish va silkisili, ya'ni bu holatlarda o'lib ketish shahidlikdir dedi. 10. Dinini, melini va jinini qo'g'dash yo'lida o'lib ketish. Bu haqda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kimki melini qo'g'dagan holatda o'ldirilgan bo'lsa, u shahiddir. Kimki dinini qo'g'dagan holatda o'ldirilgan bo'lsa, u shahiddir. Kimki jinini qo'g'dagan holatda o'ldirilgan bo'lsa, u shahiddir degan. Imom Buxoriy va Imom Muslim Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda u men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning kimki melini qo'ygan holatda o'ldirilgan bo'lsa, u shahiddir deganligini anglagan edim degan. 11. Alloh taolaning yo'lida chegara saqlagan holatda o'lib ketish. Buning dalili shuki, Salman al-Farisi radhiyallohu anhu rivoyat qilib bundoq dedi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: bir kecha va kunduz chegara saqlash bir oy ro'za tutib, qiyomda turganda yaxshidir. Agar u chegara saqlovchi o'lib ketsa, qilgan amalining savobi davomli yetib turadi. Uning rizqimi jannatda yetib turadi va qabr azoblaridan amin bo'ladi. 12. Musulmonning hayotining go'zal axloqligining alomatlaridan yana birisi yaxshi amalning ustida vafot bo'lib ketishidir. Buning dalili sifatida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: kimki Alloh roziligini ko'zlab la ilaha illalloh, ya'ni Allohdan boshqa iloh yo'q desa va shu bo'yicha hayot og'lashgan bo'lsa, jannatga kiradi. Kimki bir sadaqa qilsa va shu bo'yicha hayot og'lashgan bo'lsa, jannatga kiradi. Yuqorida so'zlangan alomatlar bir musulmonning hayotining go'zal oxirlashganligiga dalolat qiladigan yaxshi bishoratlardir. Lekin shundoq bo'lsa-mu, 4 xalifaga o'xshash payg'ambar sallallohu alayhi vasallam guvohlik bergan sahobalardan boshqa hech bir muayyan kishiga u jannat ahlidandir deb tajim qilib ayta olmaymiz. Alloh taoladan hayotimizni go'zal oxirlashtirishga nasib qilishini so'raymiz. Alloh taolo hammadan ustun va hammadan bek bilguchidir. Tarjimada Muhammad Barat.